Assalomu alaykum. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Inkubatorimning ichidan ovozlar chiqyapti. Men 15-iyul kuni tuxumlarni qo'yuvdim, eslaringizda bo'lsa. Hozir birgalikda ochib ko'ramiz. Ovoz kelyapti. Bismillah. Ay, alhamdulillah. Birinchisi chiqishni boshlabdi. Qolganlari ham yorilyapti. Bugun 19-kun. Hozir birgalikda setkasini qo'yamiz. Mana bu aytgancha o'lgan tavug'imizni tuxumlari edi. Hali bularga 5 kun bor. Kechga tekshiramiz. Nechtasida bor, nechtasida yo'q. Hozir birgalikda bunga setka qo'yamiz hozir. Hammaga ko'rinyaptimi? Bismillah. Avval o'chiramiz. Buni chetga olib qo'yamiz. Bismillah deb. Bunisidan ham yechib olamiz. Qo'rqmanglar, hech nima qilmaydi tuxumlarga. Unisiga ham zarar qilmaydi. Hozir mana bu setkasini qo'yaman. Birgalikda qo'yib chiqaman. Поможешь мне? Я снимаю камеру. Mana do'stlar, yorilgani. Xudo xolasa bugun kechqurun chiqadi. Aytgancha bu Andijon qora tovuq chiqqan. Mana cheja. Cho'g'ini olib tashlaymiz. Setkani nima uchun qo'yapmiz? Boya setkani qo'ymaganim uchun jo'ja pastga tushib qolgandi oyoqchasi. Qolganlari ham chiqib bemalol yurishi uchun, qurishi uchun setkani qo'yamiz. Bular himoya bo'ladi jo'jalar uchun. Mana bu jo'jalarim, mana bu tuxumlarimiz esa turadi shu yerda. Bularga yana 3 kun bor. Mana bu tuxumlarimizga. Endi ko'ramiz nechtasi yorib chiqadi. Lekin bularni tekshirgandik. Halaqdasini olib tashlagandik bizlar. Bu yerda shunday turadi. Xudo xolasa namlantiramiz. Yaxshi yorib chiqishi uchun. Qo'rqmanglar. Bunga suv yetmabdi, tegmabdi. Buni bu yerga qo'yamiz. Bu quriguncha birodarini tayyorlaymiz biz. Stikerini uladim. Mana yana ishlaydi og'zi. Namligini oshiramiz. Bo'ldi. Har yarim soatda kelib tekshiramiz. Nechta cho'ja chiqibdi. Hammaga rahmat.